Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 1 iyuldan barcha pensionerlar uchun kutilayotgan yangi o'zgarishlar, ya'ni ko'pchilik kutayotgan syurpriz nimadan iborat bo'lishi mumkin? Kimga tegadi, kimga tegmaydi? Qayerda adashmaslik kerak va o'z haqqingizni yo'qotmaslik uchun nimalarni hozirdayoq tekshirib qo'yish zarur? Bu ma'lumot ayniqsa pensiya olayotgan ota-onalarimiz, yolg'iz yashayotgan keksalar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun juda muhim. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa, bitta raqam noto'g'ri kiritilsa yoki bank kartasi bo'yicha muammo bo'lsa, odam o'ziga tegishli pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy gap emas, amalda kerak bo'ladigan har bir pensioner bilishi shart bo'lgan masalalarni tushuntiraman. Avvalo, men vaziyatni sodda qilib tushuntiraman. Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiya miqdori qanday hisoblanganini, qachon oshishini, nega qo'shimcha pul tushganini yoki nega tushmaganini aniq bilmas edi. Odamlar odatda faqat bank kartasiga pul kelgan-kelmaganiga qarardi. Agar pul odatdagidan ko'proq tushsa, pensiya oshibdi deb xursand bo'lardi. Agar kamroq tushsa yoki umuman kechiksa, nimadir bo'ldi deb xavotirga tushardi. Aslida pensiya tizimida har bir o'zgarishning sababi bo'ladi. Ba'zida pensiya bazaviy miqdorlar oshishi sababli ko'payadi. Ba'zida qayta hisob-kitob qilinadi. Ba'zida hujjatdagi xatolik tuzatiladi. Ba'zida esa odamning ish staji, ish haqi yoki imtiyozli davrlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot topiladi va pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Endi 1 iyuldan boshlab ko'pchilik pensionerlar e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy jihat shuki, pensiya bo'yicha yangilik bo'lsa, hamma bir xil miqdorda pul oladi degan tushuncha noto'g'ri. Men buni alohida ta'kidlayman. Barcha pensionerlarga syurpriz deganda hamma odamning pensiyasi bir xil summaga oshadi degani emas. Kimdadir ko'payish sezilarli bo'lishi mumkin, kimdadir ozroq bo'lishi mumkin. Kimdadir esa faqat to'lov tartibi, hujjat tekshiruvi yoki xizmat ko'rsatish qulayligi o'zgarishi mumkin. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali, navbatda turish orqali, bir idoradan boshqa idoraga borish orqali hal qilinar edi. Hozir esa pensiya tizimida ma'lumotlarni elektron tekshirish, bank orqali avtomatik to'lov, fuqaroga ortiqcha yugur-yugurni kamaytirish kabi jarayonlar kuchaymoqda. Bu pensioner uchun qulaylik, lekin bir vaqtning o'zida mas'uliyat ham degani. Chunki elektron tizimdagi ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, uni vaqtida tuzatish kerak. Men ekspert sifatida birinchi navbatda shuni aytaman. 1 iyul sanasi pensiya oluvchilar uchun nazorat nuqtasi bo'lishi kerak. Ya'ni siz shu sanadan keyin kartangizga tushgan pulni, pensiya miqdoringizni, qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligini va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'riligini tekshirishingiz kerak. Masalan, bir pensioner hozir 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Agar umumiy oshirish yoki qayta hisob-kitob natijasida uning pensiyasi 8% ga oshsa, u taxminan 96 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Lekin boshqa bir pensioner 2 million 500 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, xuddi shunday foizli o'zgarish unga 2 ming so'm atrofida qo'shimcha ta'sir qiladi. Demak, odamlar qo'shnimga 200 ming qo'shilibdi, menga nega 9 ming qo'shildi deb darrov xulosa chiqarmasligi kerak. Chunki boshlang'ich pensiya miqdori, ish staji, hisoblangan oylik pensiya turi va imtiyozlar har xil. Yana bir misol. Bir otaxon 35 yil ishlab pensiyaga chiqqan. Lekin eski korxonasidagi 5 yillik ish staji hujjatda to'liq aks etmagan. Agar u hujjatni topib pensiya jamg'armasiga topshirsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Bunday holatda 1 iyuldan keyingi o'zgarish unga ikki tomonlama ta'sir qilishi mumkin. Birinchisi umumiy o'zgarish, ikkinchisi esa shaxsiy hujjat asosida qayta hisoblash. Natijada uning pensiyasida boshqalarga nisbatan ko'proq farq bo'lishi mumkin. Yana bir hayotiy holatni olaylik. Bir onaxon boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U 2 nafar farzandi bilan bog'liq huquqlarga ega bo'lishi mumkin. Lekin farzandlardan biri o'qishni tugatgan, ikkinchisi hali kunduzgi ta'limda o'qimoqda. Bunday vaziyatda pensiya huquqi har bir farzand bo'yicha alohida tekshiriladi. Agar o'qish haqida ma'lumot vaqtida tasdiqlanmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi mumkin. Shuning uchun 1 iyuldagi yangilikdan qat'iy nazar, asosiy hujjatlar doimo tartibda bo'lishi kerak.
Men bu yerda xavotirlanish kerak bo'lgan guruhlarni aniq sanab o'taman. Birinchi guruh pensiyasini yaqinda rasmiylashtirganlar. Agar siz oxirgi 6 oy ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, hisob kitoblaringiz to'g'ri qilinganmi? Ish staji to'liq kiritilganmi? Ish haqi bo'yicha ma'lumotlar yetarlimi? Buni tekshirish zarur. Ikkinchi guruh. Eski korxonalarda ishlagan, lekin arxiv hujjatlari to'liq topilmagan fuqarolar. Masalan, sovxoz, kolxoz, zavod, qurilish tashkiloti, maktab, kasalxona, tikuvchilik fabrikasi yoki boshqa tashkilotlarda ishlagan odamlar ko'pincha eski hujjatlar bilan qiynaladi. Agar mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin buyruq raqami, muhr yoki ish haqi ma'lumoti noaniq bo'lsa, pensiya hisobida farq paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh bank kartasini almashtirgan pensionerlar. Ba'zida pensioner yangi karta oladi, lekin pensiya to'lovi eski karta yoki eski bank hisobiga bog'langan bo'lib qoladi. Natijada odam pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya miqdorida emas, bank rekvizitida bo'ladi. Shuning uchun karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta olgan bo'lsangiz yoki bank filialini almashtirgan bo'lsangiz. Albatta ma'lumotlarni tekshiring. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqa oluvchilar. Bu yerda tibbiy xulosa, nogironlik muddati, qayta ko'rik sanasi juda muhim. Agar nogironlik muddati uzaytirilgan bo'lsa, ma'lumot tegishli tizimga o'tganmi? Shuni aniqlashtirish kerak. Aks holda to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. 5-guruh chet elga vaqtincha ketgan yoki boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar. Yashash manzili o'zgarsa, telefon raqami almashsa, pasport yoki ID karta yangilansa, bu ma'lumotlar pensiya tizimida ham to'g'ri aks etishi kerak. Ko'pchilik shuni mayda narsa deb o'ylaydi. Lekin aynan mana shunday mayda xatolar keyin katta muammoga aylanadi. Endi men xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlarni ham aytaman. Agar siz pensiyangizni muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, oxirgi vaqtda manzilingiz, pasportingiz, bank hisobingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir iyuldan keyingi birinchi to'lovni tekshirib ko'rish kerak. Agar pul odatdagidek tushsa, lekin siz kutgan darajada ko'paymasa, darrov meni aldashdi degan xulosaga kelmang. Avvalo hisob kitobni tushunib oling. Pensiya summasi faqat umumiy yangilikka qarab emas, balki shaxsiy ish hujjatlari asosida shakllanadi. Ba'zi odamlar qo'shimcha to'lov oladi, ba'zilarda esa faqat keyingi oydan ko'rinishi mumkin. Ayrim holatlarda qayta hisoblash bir oyda emas, ma'lum muddat ichida amalga oshiriladi. Masalan, 1 iyuldan o'zgarish kuchga kirsa, bank kartasiga pul tushishi to'lov jadvaliga qarab oyning boshida, o'rtasida yoki oxirida bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningiz 5 iyul kuni pul olsa, siz 25 iyulda olishingiz tabiiy. Bu kechikish emas, balki to'lov grafigi bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Hamma ham bilavermaydigan nozik jihatlar. Birinchi nozik jihat shuki, pensiya oshishi bilan ayrim ijtimoiy to'lovlar yoki kompensatsiyalar tartibi ham tekshirilishi mumkin. Masalan, kishi bir vaqtning o'zida pensiya va boshqa turdagi yordam olayotgan bo'lsa, daromad mezonlari, oilaviy holat yoki boshqa shartlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu degani avtomatik ravishda yordam bekor bo'ladi degani emas. Lekin ma'lumotlar mos kelishi shart. Ikkinchi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning pensiyasida aliment, kredit, sud qarori yoki boshqa majburiyat bo'yicha ma'lum summa ushlab qolinishi mumkin. Shunda umumiy pensiya oshgan bo'lsa ham. Kartaga tushgan sof summa unchalik ko'paymagandek ko'rinadi. Masalan, pensiya 1000 so'mga oshdi, lekin 1000 so'm majburiy ushlab qolish bor. Natijada odam kartasida faqat 1000 so'mlik farqni ko'radi. Bunday holatda pensiya organidan yoki bankdan to'lov tafsilotini so'rash kerak. Uchinchi nozik jihat o'rtacha to'langan pul. Ba'zida tizim xatosi yoki hujjat kechikishishi sababli pensionerga o'rtacha pul to'lanib qolishi mumkin. Keyin esa bu summa keyingi oylarda ushlab qolinadi. Odam buni pensiyamni kamaytirish deb tushunadi. Aslida oldin o'rtacha to'langan pul qaytarilayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har doim to'lov varaqasi yoki hisob kitob izohini olish foydali. 4-nozik jihat ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner o'z bankka bora olmasa va farzandi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma bergan bo'lsa, ishonchnomaning muddati, rasmiyligi bank tomonidan qabul qilinishi tekshirilishi kerak. Ishonchnoma muddati tugasa, pul bor bo'lsa ham uni olish qiyinlashadi. 5-nozik jihat firibgarlik xavfi.
Men buni juda jiddiy aytaman. Pensiya o'shishi yoki yangi to'lovlar haqida xabar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib, pensiyangizni oshirib beramiz, kartangizga qo'shimcha pul tushiramiz, kod ayting, SMSdagi raqamni ayting, plastik kartangiz raqamini yuboring deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodni, karta PIN kodini, bank ilovasiga kirish parolini begonalarga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir so'rasa, bilingki bu xavfli holat. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato, hamma narsa avtomatik bo'ladi deb o'tirish. Ha, ko'p ma'lumotlar elektronlashmoqda, lekin eski ish staji, arxiv hujjati, noto'g'ri familiya, pasportdagi farq, tug'ilgan sana xatosi kabi masalalarda fuqaroning o'zi ham faol bo'lishi kerak. Ikkinchi xato, faqat qo'shnining gapiga ishonish. Bir mahallada ikki pensioner bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin pensiyasi har xil bo'ladi. Chunki biri 40 yil ishlagan, biri 25 yil ishlagan, birining oyligi yuqori bo'lgan, boshqasining oyligi past bo'lgan. Birida imtiyozli staj bor, boshqasida yo'q. Shuning uchun pensiya masalasida solishtirish noto'g'ri xulosa berishi mumkin. Uchinchi xato, hujjatlarni uyda tartibsiz saqlash. Mehnat daftarchasi, pasport, ID karta, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik hujjati, bank rekvizitlari, arxiv ma'lumotnomalari alohida papkada turishi kerak. Biror masala chiqsa, hujjatni qidirib bir hafta vaqt yo'qotmaslik kerak. To'rtinchi xato, telefon raqamini yangilamaslik. Hozir ko'plab xabarnomalar, bank tasdiqlari va elektron xizmatlar telefon raqamiga bog'liq. Agar eski raqam ishlamasa, xabarlar sizga yetib kelmaydi. Keyin esa muammo qayerdan chiqqanini topish qiyin bo'ladi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, 1 iyuldan keyin pensiya tushgan kunni yozib qo'ying. Kartaga qancha pul tushdi? Oldingi oy qancha tushgan edi? Farq qancha bo'ldi? Buni oddiy daftar yoki telefoningizga qayd qiling. Bu keyin savol berishda juda kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, bank SMS xabarini o'chirib yubormang. Agar imkon bo'lsa, bank ilovasidan kirim tarixini ko'ring. Pul qachon tushgan, qaysi tashkilotdan tushgan, summa qancha? Shuni tekshiring. Agar bank ilovasidan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yoki ishonchli yaqin odamingizdan yordam so'rang. Lekin karta parolingizni hech kimga bermang. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari murojaat qilishdan oldin hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda ID karta yoki pasport, bank karta rekviziti, mehnat daftarchasi mavjud bo'lsa, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik holati tegishli guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlar asl nusxada va nusxada bo'lsa, jarayon osonlashadi. To'rtinchi qadam, murojaat qilganda savolni aniq yozing. Masalan, 1 yildan keyin pensiya miqdorim qanday qayta hisoblandi, qaysi asos bo'yicha oshdi yoki oshmadi. Ish stajim to'liq hisobga olinganmi? Kartamga tushgan summa bo'yicha izoh berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Savol aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza qoldiring. Arizada ism, familiyangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz, pensiya turi, muammoning mazmuni va talabingiz bo'lsin. Arizaning qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. Bu sizning huquqingizni himoya qiladi. 6-qadam. Eski ish joyingiz bo'yicha hujjat yetishmasa, arxivga murojaat qiling. Masalan, siz 1995 yildan 1992 yilgacha bir tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, lekin ma'lumot pensiya ishiga kiritilmagan bo'lsa, arxivdan ish haqi va staj haqida ma'lumotnoma so'rash kerak. Ba'zida aynan shu hujjat pensiya miqdorini oshirishga sabab bo'ladi. 7-qadam, yolg'iz yashaydigan keksalar uchun yaqinlar yordam berishi zarur. Men farzandlarga ham murojaat qilaman. Ota-onangizning pensiya kartasi ishlayaptimi? SMS xabari kelyaptimi? Hujjatlari tartibdami? Ishonchnoma muddati tugamaganmi? Buni tekshirib qo'ying. Bu oddiy e'tibor. Lekin katta muammoning oldini oladi. Keling. Yana bir nechta oddiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi o'rinteksiz yoshli otaxon Milmikan 80 ming so'm pensiya oladi. 1 yildan keyin uning kartasiga 29 ming so'm tushdi. U darhol 1 ming qo'shilibdi deb xulosa qiladi. Lekin tekshirsa 1 ming so'm umumiy o'zgarish, 7 ming so'm esa oldingi oyda to'liq berilmagan qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Demak, har bir farqning sababi bor.
Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi onaxon 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Qo'shnisiga pul ko'proq tushganini ko'rib xavotirlanadi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, qo'shnisining ish staji 40 yil, onaxonniki esa 27 yil. Bundan tashqari, qo'shnisida imtiyozli ish davri bor. Shuning uchun bir xil yoshdagi odamlar bir xil pensiya olmaydi. Uchinchi misol. Andijonda yashovchi nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro tibbiy ko'rikdan o'tgan. Lekin ma'lumot tizimiga kech tushgan. Natijada to'lov vaqtincha kechikkan. U hujjatini olib borib tasdiqlatgach to'lov tiklangan. Bu yerda muammo pensiya bekor bo'lganda emas, ma'lumot almashinuvida bo'lgan. To'rtinchi misol. Buxoroda yashovchi pensioner karta muddatini o'tkazib yuborgan. Pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalana olmagan. Yangi karta ochilgach, bank rekvizitlari yangilangan va muammo hal bo'lgan. Shuning uchun karta muddati ham pensiya masalasida juda muhim. Men yana bir bor ogohlantiraman. Hech qachon begonalarga karta kodini aytmang. Pensiyangizga qo'shimcha pul tushirish uchun kod kerak desa bu yolg'on. Hech qachon ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum havolalarga kirib pasport va karta ma'lumotlaringizni kiritmang. Hech qachon pul ber, pensiyani oshirib beraman degan odamga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi, tanish-bilish yoki yashirin to'lov bilan emas. Agar kimdir sizga shubhali qo'ng'iroq qilsa, darhol suhbatni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa kanaliga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Farq shundaki, firibgar sizga o'zi qo'ng'iroq qiladi va shoshiradi. Rasmiy idora esa sizdan maxfiy kod talab qilmaydi. Aziz tomoshabinlar, iyuldan pensionerlar uchun kutilayotgan yangiliklar quvonchli bo'lishi mumkin. Lekin men sizlardan hushyorlikni ham so'rayman. Pensiya oshishi, qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lov yoki xizmat ko'rsatishdagi qulayliklar faqat hujjatlar to'g'ri bo'lsa, bank ma'lumotlari joyida bo'lsa va fuqaro o'z huquqini bilsa, to'liq samara beradi. Bugun men sizga eng asosiy narsani tushuntirdim. Qo'shnining pensiyasiga qarab xulosa qilmang, o'z hisobingizni tekshiring. Kartangizni, hujjatlaringizni, ish stajingizni, telefon raqamingizni va murojaat qilish tartibini nazorat qiling. Agar tushunmovchilik bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling va javobni rasmiy oling. Sizningcha, iyuldan pensiya tizimida eng kerakli o'zgarish nima bo'lishi kerak? Pensiya miqdori oshishi kerakmi? To'lovlar tezlashishi kerakmi yoki hujjatbozlik kamayishi kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan albatta ulashing. Bu xabar kimningdir haqini vaqtida olishiga yordam berishi mumkin.